Tuzumizlar, ana 2 kun oldingi videolarimni istoriyaga qo'ydim. Meni urush bo'ldi, mojaro bo'ldi to'yda deb ko'zlari tagini men o'zim qo'yib, meni istoriyalarimni Insta blogiga tarqatyapman. Noto'g'ri ma'lumot berib, Rashidni talpador ketibdi, Rashidni tayog'ib ketibdi deb Instagramda, Telegram kanallarga tarqatyapsizlar. Jigarlar, o'zi vaziyat mana bunaqa bo'lgan. To'yda jo'ralang bilan kuruk bo'ladi, to'g'rimi? Kurukda o'ynayapmiz, artistlarning oldiga borib, meni xuddi o'zicha suyuqlanib qanday o'ynaydi, mana galboylar qanday o'ynaydi. Ana shunaqa o'ynab menga yopishyapti bitta bola. Tanimayman u bolani, begona bola. Men aytdim, "Qo'y, birovni to'yini buzmaylik, birovni to'yini buzmaylik" deb ogohlantirdim. Bir marta ogohlantirdim, mayli ketdi. Yana ikkinchi marta kelyapti. Izvasa qilgandek bo'lyapti-da. Endi meni o'rnimga o'zlaringiz qo'yib ko'ringlar-da. Manigacha keldi bu. Galboylarning o'yinini bilasizlar, elga bitdimi nima u? Erkakchami, erkakcha o'ynasin. Keyin men uni bitta urib nariroqqa bordim, bir urdim, yaqroqda o'ynadim. Arqamdan 4 ta 5 ta 6 kishi meni urib ketyapti. Haqiqiy erkak adin-madin chiqadi, 5-6 erkak adin-madin chiqadi, 5-6 kishi urmaydi. Adin-madin kelib chiqadi haqiqiy erkak. Menga erkaksan, erkakmas bunaqa dema. Haqiqiy erkak bitta chiqadi. Men u bolalarni taniyman, xudo xolasa, bular uchun hammasini javob bor, xudo xolasa, tez kunda so'rab olinadi. Inshaalloh hammasi o'z joyiga qo'yiladi. Men hozir video qo'yaman, mana shu videoni diqqatli bilan ko'ringlar istoriyaga. Salomat bo'linglar. Negativlar, har xil gap yozmada videoni ko'r. Sog' desa sog'ga o'xshamaydi, tentak desa tentakka o'xshamaydi. Erkak kishiga ishqalanib o'ynaganini ko'rganmizlar. Hozir bundan keyin, ana shu istoriyamdan keyin videolarni ko'ringlar, podrobno tushunib olasizlar nima bo'lganini. O bir ahmoqmi, meni bir jo'ram bo'lsa ekan ham mayli, bu kim bu? Men bilan o'tirib yuribdim, bu bola menga ishqalanib o'ynaydi. Ko'ytan ishqalab menga o'ynayapti, hozir ko'ringlar oxirgacha videoni. Ona azizim, erkakmi bu? Nima bunaqa o'ynaydi bu?